Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Esinglarda bo'lsa, men Asror Iskandarov kurslarni olgandim, ya'ni shaxsiy brend bo'yicha. Bugun offlayn uchrashuv qilgandilar. Hozir shunga keldim. Ochiq tabiatda bo'lar ekan. Menimcha buni ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu zdaniya. Bo'lgan odam, ya'ni bozordagi odamlar doimiy mahsulot, xizmatlarni sotib olishda reklama qilsangiz ham, qilmasangiz ham o'sha odamning bu narsaga ehtiyoji bor. Tayyor uje sotib olishga u odamni nimadir narsani ko'rsatib, ishontirib, sizlarni hozir mahsulotimizni sotayotgan qaysi 3% odamda umuman odamning qizig'i yo'q. Bizga bo'ldi ishonadi va bu narsaga ehtiyoji bor. Sotishga harakat qilishda doimiy ishlash. Hammalar yaxshi tanigan, savolga javob bo'lmagan ish joyimizni odam bilan bizani o'rtamizdagi loyallikni olib keladigan, bizga nisbatan